Barchaga salom sizlar bilan Reverchek. Vijanning 7-qismiga xush kelibsizlar. Men o'tgan qismda mana shu yerda qurgan edim, lekin u qism YouTube kanaliga chiqmabdi. Men nimalar qurganimni o'zi ko'rsataman. Mana bu огород, ichkarida mehmonxonalar, bu yerda esa endi qurayotgan narsam bor edi. Mayli, ketdik. Birinchi hozir mollar olib kelaman-da, keyin o'ylab ko'raman. Bo'ldi, mana sizlarga aytganimdek qurganimdan keyin ko'rishamiz. Mana tovuqlar alohida qamab qo'ydim, mana ular uchko'taradi katta xolasinikiga qarab. Endi biz kon qidiramiz. O'lib ketmasam bo'ldi. Meni asosiy maqsadim bu yerda temir branaga ega bo'lish. Lekin даже endi 7-qism bo'lgan bo'lsa ham hali bitta kon topganim yo'q. To'xtanglar, bu tarafda kon ko'rmagandim-a? Men boshqa joyga boraman endi. Oyog'im tagida kon chiqib qolsa, lekin shunaqa alam qilardi. Men agar mana shu qismda o'ladigan bo'lsam, tugaydi. Jivaniyamizda tugaydi. Boshqa video olinish boshlanadi keyin. Ertadan keyinmi, qachon siqilishdan to'xtasam, o'shanda boshqa ma tarafda mol bor ekan. Bo'ldi, sen kelamanda qo'ylar qo'raman. Konman u, kon deb kon. Konmas ekan. Mana shu bitta kalla tashlasayim, ha? Kalla tashay. O'lib ketsam, lekin bolalar video shotda tugaydi. Va bo'ldi, o'lmadim. Muzdakkina ekan shu. Temir topdim, ochiq joyda. Yo'l o'rtasida temir topib oldim. Va nihoyat endi menda yotoq bo'ladi bolalar. Shunaqangi jonga tegayotdi. O'tib bildirmayman. Alloh qo'yamiz. Biz olmaganmiz bu yerda. Kashf qilmaganmiz. Bo'lanatdan narsani tushunmadim-da. Men hozir eski chankdaman-da, bu yerda qishloq bo'ladimi, yo'q kommentariyga yozib ketinglar-da. Ikkanta qovoq ko'rdim men. O'sha taraflarda qovoq bor. Kon deb o'ylayaptim bor. Mayli, sizlar bilan kon topganimdan keyin ko'rishaman u. Bo'ldi. Men jinni deb o'ylamanglar-u. Bu unda agar o'ladigan bo'lsam, o'zim atayin o'lib qoladigan bo'lsam, hisoblamaydi, keyingi video chiqadi. Kettu! Bajardan shu da dushira. Hamma sizlar bilan Reverchek bo'ldi. Sog' salomat bo'linglar.